Ravshan aka, yangi sistemni eshitaylik. Xo'jayinlar ishimdan unum sifat so'raydi. Onam tunlar uyg'onib menga sihat so'raydi. O'g'lim qo'ng'iroq qilar, yogurt, banan va olma. Ko'ngilga qo'l siltayman, mas'uliyat chulg'aydi. Safarga yo'l olaman, qarzlarni to'lash kerak. Bitta uy qurishim shart, ertani o'ylash kerak. Do'stim, qiyin zamoni, maddohlarning davrida vijdonni asrash kerak. Haq so'zni so'ylash kerak. Shu tashvishlar boshimni gangitib turgan payti, oyning oxiri yetib cho'ntak qurigan payti, shoirligim eslatib birdan sen she'r so'raysan, o'zligimni unutib mador qurigan payti, o'zimni chetga olib hislarni saralayman, o'tmishimni titkilab nenidir qoralayman.